Va'da qildik, Instagramga video qo'ydik. Kim biz o'sha mebel video qo'ygandik, shunga o'xshash mebel bo'lsa, reklama qilib beramiz deb tekinga aytdik. Toshkentdan Qo'qonga keldik. Endi mebellar narxlar bilan razmerlarini tanishib chiqamiz. Aka, uzunligi necha metr edi? Hop, uzunligimiz 7 metr, balandligimiz 280. 280. Necha pul ketgan? Pulini ayting birinchi. Hop, общий hisobda 78 million ketdi. Mebelga, mexanizmigacha. Mexanizmi o'ziga 24 million. Nima qobiliyatlari bor? Ko'rsating bitta. Qobiliyatlari hop, birinchidan beshprovodnoy rozetka qo'yib berganmiz va telefonimiz zaryad qilsa bo'ladi. Xo'p. Yana bir qulayligi shundaki, sushilka qo'yib berganmiz, sensorli. Bemalol misol tushirib, foydalanib, tarelka, kosa, nimalar qo'yib. Вообще zo'r. Yana nimasi bor? Hop, yana bitta tomoni, Shuni ko'rsating. необычный nima qilib berganmiz? Mana sensorligida. Sensorli. Mana bosdim. Mana o'zi ochiladi. O'zi ochilib tushadi. Sensorda ham yopiladi, to'g'rimi? Sensorda yopiladi. Orqasiga narsa qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Bemalol foydalansa bo'ladi. Shu 78 million necha, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mablag' ham ichida, to'g'rimi? Ochishlar. Qani, do ochiladi, to'g'rimi? Mexanizmlari qaysi firmaniki? Blum. Blum. Eng qimmati, eng sifatlisi, to'g'rimi? Albatta. O'sha men bir marta so'raganimda shu anaqaga 50 yil garantiya beramiz deyshgandi. Mexanizmga xuddi shunaqa. Ko'ryapsizlar. Xo'p. Mana bu oyoq kiyim bor dediz-a. Bu ham chiroyli chiqqan. Ko'pchilik jivoyni so'raydi mana endi. Jivoyni ko'rsatdim. Bunday chiqamidi? Ha, aylantirib. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa chiqyapti? Mana. Kimgadir shunaqa mebel kerak bo'lsa, xullas, xo'p, Qo'qonga keldik, mana nomer yozib qoldiramiz. O'zbekiston bo'yicha telefon qilsanglar, aloqaga chiqsanglar, borishadi, razmerlarni o'lchab berishadi, narxlarni qilib berishadi. Sifat va a'lo darajada ko'rishingiz mumkin. Mana bunisini bitta aytib oling, toshini. Toshimiz Vento toshidan foydalanganmiz. Bu yevro standart bo'yicha qilingan. Qalinligi, to'g'rimi? Ha, yevro. Vashti joyi chiqqan, ko'ryapsizlar? Qalinligini qaranglar. Hamma ko'pchilik qalin qo'yapti, hozir yuqqa chiqqan Obmanka qilinadi. Bu yevro fasonda ishlab berilganmiz mijozimiz uchun. Bu yangilik xullas. Vashti zo'r chiqibdi, aka, ko'rinishlari gap bo'lishingiz. Kimgadir shunaqa mebellar kerak bo'lsa, nomer yozib qoldiraman, bemalol aloqaga chiqinglar.